بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن الحمد لله حمدا لا إله إلا الله وصل على محمد وآله وصحبه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetlik Müslüman kıyırındaşlarımız, Allah Teala'nın salamı sizlerge bolsun. Allah Teala öz terbiyesi ve rahmeti bilen Müslümanlarını alahide doğru yol ve sağlam fikri ve sağlam terbiyeden yetiştiriş üçün 12 ayının biri boğan ve en komandan asası yadrosu boğan Ramazan ayını Müslümanlarını doğru boğan haqiqatga özgertiş üçün bizge farz kılıp belgilegen. Allah Teala bu doğruluk Kur'an-ı Kerim'de mundaq degen: Estaizu billah, bismillah. Kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum la'allakum tattaqun. Sizlarga Ramazan iyida roza tutish farz qilindi. Sizlardan burunqi ummatga farz qilingandek. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Takvadar boluşunlar üçün. Takvadarlık emriyetini icra kılışınlar üçün dep Allah Subhanahu wa Taala manumuş ayette bizge Ramazan'ını farz kıldı ve farz kılışının sebebini لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ degen muşu bir cümle ayeti kelimesi bilen alahide ifade edildi. Şunun için kıyırındaşlarımız, biz hazır Ramazan iyi turatımız, muşu Ramazan ayı içinde roza tutuş arkalık özümüzde özgertiş elip biriş ve uyg'unish elip birish arqılık özümüzni haqiqiy mushu ayette Allah nişan kılgan takvadarlıkni yetiştirelesek haqiqiy Ramazan'ın meyvesiga, neticesiga erişken bulumuz. Bizning tövendeki derslikimiz mushuni ifodalash bilan bo'ladi. Bu Ramazan'ın faziletleri doğruluk Peygamber Aleyhisselam mundaq degen: Men sama Ramazana imanan ve ihtisaban gufira lehu ma taqaddama min zembih. Her qandaq bir adam Ramazan ida Allah Teala'ga işengelliktin ve savab ümit kılganlıktin roza tutsa, o adamga ilgiri günahı kechirim kılındı. Yani ilgiri ötken günahının hemmesi şu adamның Allah Teala'ga hakiki işinip roza tutkanlıktan kechirim kılındı dedi. Yine Peygamber Aleyhisselam mundaq dedi: Ramazan ve Kur'an kıyamet gündüsü Müslüman bendige şefaat kılıdı. Yani Peygamber Aleyhisselam mundaq degen: Rad kılınmaydigan 3 dua var. Birincisi atının kılgan duası. İkincisi rozadarının kılgan duası. Üçüncüsü musafirinin kılgan duası. Yani Peygamber Aleyhisselam mundaq degen: Allah yolunda bir gün roza tutsa Allah o kişinin yüzünü devzaktan 70 yıllık yirak kıldı.
Demek, mana bu yuqorqisi Payg'ambar alayhissalatu vassalamning bizga mushu Ramazonning fazilati va hurmat to'g'riliq va ulug'liq to'g'riliq va tutqanlarning erishadigan savobi va ajri to'g'riliq bergan aniq xabarlari. Demek, bu Ramazonning Qur'on va hadisda kelgan fazilati shundoq ulug'. Mushu Ramazondan bo'lgan maqsadni Alloh taolo la'allakum tattaqun degan. Ya'ni sizlar mushu ro'z tutish orqali taqvodorlikqa erishishinglar maqsad qilingan degan. Biz taqvodorlikqa erishmoqchi bo'lsak, biz erishmoqchi bo'lgan taqvodorlikninki birinchisi nima? Birinchisi ixlosmanlik. Chunki Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir odam ro'z tutib yolg'on so'zni va yolg'on so'zga amal qilishni tashlamasa, Alloh taolaning u kishining tamoq va ichimlikni tashlayotganiga hayt yo'q. Ya'ni Alloh bu kishiga ajr bermaydi degan ma'noni bildirgan. Bu ifodani Payg'ambar alayhisalom bizga so'zlagan. Demak, ro'zdan bo'lgan maqsad faqat bir kun o'zimizda ojizlikni oshkor qilish emas. Alloh taolo oldida Allah Ramazonda yemaslikka yoki biz ayollar bilan bo'lgan munosabatda o'zimizni saqlab qilishga buyurgan ishlar qilish bilan emas, balki mushu Ramazonning talabi haqiqiy ma'nosi biz o'zimizni tarbiyalash. Ya'ni yolg'on so'z, yolg'on iddia, yolg'on aqida, yolg'on fikri, yolg'on har qanday bir so'z va har qanday bir yetakchilikka agashmasligimiz, qabul qilmasligimiz lozimligini bizga o'rgatdi. Undaq bo'lgan ekan, dinsizlik yolg'on iddia emasmi? Kommunizm yolg'on iddia emasmi? Shirk va bid'at yolg'on iddia emasmi? Nifoqlik, xoinlik Alloh taolani va uning payg'ambari Muhammad alayhisolatu vasallamning bizga tushirgan vahiy ilohisiga amal qilmay, Alloh taolani aldash, payg'ambar alayhisolatu vasallamning bizni qoldirgan hidoyatlarini amal qilmay dinni oshkora ko'rinishimizda islomni oshkora qilib qo'yib, mohiyatdan musulmonlarni aldash, buning hammasi aldamchilik emasmi? Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimdagi "Va minan nasi man yaqulu amanna billahi va bil yawmil akhir va ma hum bimu'minin." İnsanlar işidin Alloh taolaga oxirat kunisiga iymon aytdik deydiganlar bor. Ig'zida iymon aytdik deydi. Va ma hum bimu'minin. Haqiqatda ular haqiqiy mu'min emas. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. Ular Allah ve Allah'a işengen müminlerini aldırmakçı buludu. Yani ığızda etkan Allah var, Peygamber aleyhisselam Allah'ın sözü din toğra diyen geplerini aşkar kılıç bilen aldırmakçı buludu. Fakat ular özünü aldaydı. Yani ular Allah Teala'nın hidayetinin kuruk kılıp Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın şürge Allah Teala'nın etkelgen vahiylerge emel kılıştın Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın hidayetiga eriştin kuruk kılıp özünü aldaydı. Bu aldamçılıkның zini ularning özüge burudu. Bu dünya ahiret ular şu aldamçılıkның zini tatıdı. Dep Allah subhanahu wa ta'ala muş ayette Allah'ı agahlandırış arkalık bizni rozudan boğan maksat yalgan söz, yalgan fikirler, yalgan iddialar, yalgan düşüncelerge aldanmasligimizga, ergeçmasligimizga Allah'ı agahlandırgan. Demek biz bir ay roz tutuş arkalık halkara ve dünya ve bulup mu biz yaşavatkan Uygur Müslümanları cemiyeti ki dinsizlerinin, kapırlarının her türlü
islomdan ozdiradigan yolg'on fikrlari va iddialarini qabul qilishdan biz o'zimizni saqlab qila olsak, Alloh taolaning ko'rsatmasi, Qur'on hadisning yo'li to'g'ri bo'lgan islomiy fikrni o'zimizda barpo qila olsak, ondan biz bu Ramazon oyidan natija qozongan bo'lamiz. Ramazonga kirgan vaqtida biz musulmon, Allohga ishondik deb ro'za tutib, kunduzlari Alloh taolaning bizni ko'rayotganligini his qilganligimiz, e'tiqod qilganligimizdan yemak ichmakni tashlab, kechalari tarovih namozlarini o'qib, qadr kechasini kutib olish uchun kech kunduz Alloh taolaning qadr kechasiga erishtirishga, bo'libmi Alloh taolaning mag'firatiga erishtirishga va erishishimizga kech kunduz tama qilib yurib, ammo iddimizni, fikrimizni, tushunchamizni yolg'on dinsizlik yoki yolg'on fikri yoki yolg'on har qanday o'ydirma shirk bid'at aqidlardan paklay olmay Ramazon oyini chiqarsak yoki Ramazon oyidan keyin Ramazon oyi ketgan hamallam biz yana shirk, kufri, bid'at, yolg'on iddialarning keynidan kirib ketsak, mana bu bizning Ramazondan to'liq foyda olmaganligimizni uqtirdi. Shuning uchun Alloh taolo la'allakum tattaqun, Ramazon tutishga asosiy maqsad sizlar Alloh taolo cheklagan shirk e'tiqodlardan va cheklagan ishlardan va yolg'onchilikdan o'zinglarni saqlash uchun bu Ramazon farz qilindi dedi. Undaqda Ramazon tutishimizdagi eng muhim asos, eng muhim bizga Alloh taolo tarafdan belgilangan haqiqat zodir nima? Bu ro'zdagi muhim haqiqatdan birisi qanoat. Alloh taolo Qur'oni Karimda dedi: Astagfiru billah. فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ. Allah Taala Talut bilan Jalutning qissida bizga so'zlab shunda dediki, Talut qo'shinlari bilan jang maydoniga chiqqan vaqtida dediki, haqiqatan Alloh sizlarni bir o'stan bilan sinaydi. Bu o'stanning suyidan ishgan odam menga agashmaydi va bu o'stanning suyini taom qilib ishgan odammi menga agashmaydi. Faqat bu o'stanning suyidan qo'li bilan o'shlaplam ishgan odam menga agishdi dedi. Shuning bilan bu yerga chiqqan jangchi kishilardan, musulmonlar jangchilaridan bu suning ishidan, bu sudan, bu o'stanning suyidan hammasi işte, lekin az kishilar Talut qo'mondonning ko'rsatkani bo'yicha o'shlaplam az ishdi. Qolganlari qong'ichi ishdi. Shuning bilan bu jangga faqat shu suni qo'mondonga bo'ysunib az ishgan guruh jangga chiqishga layoqatli bo'ldi. Bular bilan bu jangni qilib, oxirisida bular g'alabaga erishdi. Alloh taolo yana bu oyatning oxirisida kam min fi'atin qalilatin g'alabat fi'atan kathira. To'la az guruhdan bor ko'p guruhlarga g'olib keldi. Allohning izi bilan g'olib keldi. Alloh sabr qilishlar bilan billa dedi. Demak, bu yerda bizga shuni bildirdiki, biz Uyg'ur musulmonlari va barliq dunyo musulmonlar bo'libmi Uyg'ur musulmonlari biz qanoatchan bir ummatga aylanib, har qanday bir ko'ngilning keyniga kirib ketadigan, mal dunyoga birilib ketadigan
mundaq ummatdan bo'lmasdan Allah bergan ixtisatni, fan texnikini, kuch-quvvatni, energiyani, ilmni hammasini Allah rizoligi uchun musulmon ummatimizning, bo'libmi Uyg'ur musulmonlarining taraqqiyoti, dunyo oxirat g'alabasi uchun ishlatalisak, xuddi payg'ambar alayhisolamning sahobalari ularning qo'lida ixtisotning oz bo'lib qilishi, ularning mol dunyoni yoki ixtisotni tepishqa ya to'plashqa ega bo'lolmaganlikdan emas, balki Allah bergan ixtisotni Allah yo'lda chiqim qilganligidan. Shuning uchun bir tuqqanlarimiz biz barliq üzütqılardan, azg'unlikdan, ham shundaqla hozir biz turayotgan xo'rliq va ojizlikdan qutulamiz deydi ekanmiz. Biz shundaq bir ixlosman musulmon ummatiga aylanishimiz kerakki, biz shundaq bir qanoatchan musulmon ummatiga aylanishimiz kerakki, biz dunyo va barliq qo'limizdagi kuch-quvvatni Allah Taala uchun sarf qilishga tirisha oladigan, dunyo va uning barliq bizni aldaydigan ko'rinishini bizni aldab, o'zimizning Allah oldidagi vazifasi, din oldidagi vazifasi, musulmon ummati oldidagi vazifasi, ibodatimizga bo'lgan mas'uliyatimiz, oxiratligimizga bo'lgan mas'uliyatimiz, o'zimizning Uyg'ur musulmonlari oldiga bo'lgan mas'uliyatimizni unutqizib qo'ydigan holatga kelib qolmasligimiz lozim. Shuning uchun biz haqiqiy qanoatchan bir ummat bo'lib yetilishimiz lozim. İkincisi, biz Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın yardımıga ve şundaqla to'g'ri bo'lgan haqiqatga ve dünya ve ahiretlik g'alabaga erishimiz deydikanmiz. Bizde ixloslik, ya'ni xolis Allah Taala qul bo'lish, xolis Allah rizoligi uchun yaxshi ish qilish, xolis Allah rizoligi uchun yaxshi ish qiladigan bir musulmon guruhi, musulmonlar, millati, musulmonlar ummati bo'lishga tirishchilik qilishimiz kerak. Shuning uchun Allah Taala Qur'oni Karimdagi A'uzubillah وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Ular faqat Allah Taalaga dinni sap xolis qilib, haq ustut turib, dinda turishga buyurilgan dedi. Ya'ni haq ustida dinni xolis qilib Allah Taalaga ibodat qilishga buyurilgan dedi. Shuning uchun bir tuqqanlarimiz biz Allah Taalaga xolis qulchilik qilishimiz ve şundaqla biz haq ustida turishimiz kerak. Yine Allah Taala deydi ki: "Kulillaha a'budu mukhlisan lahu dini." Degan ey Muhammed, men Allah Taalaga dinimni xolis qilib ibodat qilaman. Ya'ni men mushu bir oy Ramazonda ro'za tutish orqali mening tutgan mushu ro'zamda Allah meni ko'rib turdi deganligim uchun kishilar ko'migan yadima hech narsa yeb olmay, ichib olmay yoki nashayan narsalarni ko'rib yoki nashayan narsa qarab olmay shundoq turgunimdek Allah Subhanahu wa Ta'alaga bundan keyin menga Allah Ta'aladan kelgan dindan iborat barliq taktifatni xolis Allah Ta'alaga, Allah Ta'ala rizoligi uchun shirkdan, bid'atdan, riyogarlikdan, munofiqlik, xoinlikdan ve her qandaq bir Allah Subhanahu wa Ta'ala ve onun bizga tushirgan hidoyatiga zid keladigan ishni qilishdan xolis holatda, saf holatda men dinimni ijro qilaman degan bo'ladi. Mana har bir musulmon shunda xolis bo'lishimiz kerak. Yine Allah Subhanahu wa Ta'ala Qur'oni Karim dedi: "İlla ibadeke minhumul muhlasin." Biz Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın hidayetiga erişip şeytandan qutulaman deydikanmiz.
çoqum ixlasman bo'lishimiz kerak. İxlasman bo'lsak, mana bu oyatda Alloh degandek, Alloh taolo shaytonning ig'izidan hikoya qilib dediki, shayton shunday deganki, iblis shunday deganki, lekin sening bandalaringni ozdurolmayman. O insonlar ishidan sening bandalaringni ozdurolmayman. Qandoq bandalar? Muxlisin. Ya'ni Alloh taologa niyatini saf qiladigan, Alloh taologa shirk va bid'atni xolis cho'qinadigan har qandoq bir ish qilsa, Alloh taolo rozi bo'ladigan dini ibodat bo'lsin yoki muomala bo'lsin yoki harakat va da'vat bo'lsin, tijorat va har qanday fan texnikalik bir jamiyatdagi xalq musulmonlar uchun yaxshi ish qiladigan ish bo'lsin, har qanday bir o'zidagi iqtidorini faqat Alloh subhanahu va taolo uchun xolis qiladigan mushundaq insonlarni shayton azurolmaydi degan bo'ladi. Hattoki kommunistlar, dinsizlar, Xitoylar va barliq Allohning dushmanlarimi Alloh taolo xolis bo'lgan musulmonlarni azurolmaydi. Har birsimizning izib ketmay Alloh roziligi uchun mustahkam turib, oxirgi dunyo va oxiratlik g'albiga erishishimiz bor. Erishimiz deydi ekanmiz, nima bo'lish kerak? Xolisman bo'lishimiz kerak. Xolisman bo'lsak, mayli jinniy shayton bo'lsin yoki insoniy shayton bo'lsin, bizni azurolmaydi qarindoshlarimiz. Hozir dinsizlar 1 oylik, 2 oylik, 3 oylik, 4 oylik yoki 6 oy oxirida uzartib 1 oy, 2 yil, 3 yil, 15, 20 yilgacha biz tarbiyalaymiz degan nom bilan musulmon qarindoshlarimizni jazolab, dunyo tarixida inson qilmaydigan zulmni qilyotdi qarindoshlarimiz. Mushuning hammasi mushu yomonlikning hammasi nimadan bo'latdi? Bizning azaldan tortib Alloh taolo xolis cho'qinishimiz va xolis amal qilishimizda ojiz kelganligimizdan bo'latdi. Shuning uchun biz Alloh taolo xolis cho'qinsak, har qanday ishimizda Alloh taolo xolis ish qilsak, xolis bo'lgan bir ummatga aylansak, Alloh subhanahu va taolo bizga xolis bo'ladi, bizga yordam beradi. Allah Teala dedi ki, "In tansurullahi yansurkum." Allah Subhanahu wa Taalaga yardım bersanglar. Yani Allah Teala halis ibaret kılışqa, sizlar davom etsanglar, Allah sizlarga yardım beradi. Allah sizlarning ishinglarni vujudga chiqarib beradi. Sizlar g'alabaga erishsizlar degan beradi. Musulmon qarindoshlarimiz, hozirgi biz yashayotgan mushu davrda biz mushu Ramazondan oladigan foydaninki yana birisi o'z shahvatimizni tizginlash. Alloh taolo Qur'oni Karimdagi A'uzu billah, bismillah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Har qandaq bir odam Parvardigorining oldida turib hisob berishdan yoki Parvardigorining oldida turib jinoyat qilishdan qo'rqsa va nafsini cheklasa, jannat uning joyi bo'ladi dedi. Alloh taologa ishongan, niyati xolis bo'lgan mu'min Alloh taolo bergan aql bilan o'zining shahvatini tizginlaydi va Alloh taolo tushirgan vahiy ilohiga, payg'ambar alayhisolamning yo'l-ruqiga, Qur'onning yo'l-ruqiga, musulmonlarning dunyo oxirat manfaati bo'ladigan yaxshi ishlarga o'zining ko'nglini, o'zining havasini, shahvatini halol bo'lgan ishlarga bo'ysundirdi. Lekin dinsizlarcha, Xitoylarcha, Allohning dushmanlari bo'lgan Yahudlar, kofirlarcha, mushriklarcha bular o'zining shahvati, nafsini birinchi o'rinda qo'ydi. Ular ma'lum jamoat yo guruh yo millat yoki xalqlarning shahvati, nafsi, xohishini deb nurg'un millatlarni, nurg'un insonlarni, nurg'un yosh kishilarni qurbon qildi, xoni vayron qildi, halok qildi.
Özünün şəxsi mənfəəti üçün hətta ki, həmmə nərsini, hətta yer şarını vayron qilishga tirishçanlıq qiladi. Şunun üçün biz nəfsimizni, xohishimizni, şəhvətimizni Allah Subhanahu va Taala'nın hidayəti bilan başqurishimiz və şundaqla Allah bizga bergan aql bilan tizginlashimiz kerak. Şuna Allah Qur'oni Karimdagi A'uzu billah allazi qaddara fahada. O Allah ölçemlik yarattı. Andın onunğa aql berib, onu to'g'riliqqa başıdı. Yani Allah Taala bergan aql bilan biz özümüzni Allah Taala'nın bizga tushirgan vahiy bilan tizginlaydigan to'g'riliqqa yetaklashimiz kerak. Bizning hayvondan har qanday hayotlikda yashayotgan jonsiz narsalardan bizning farqimiz bo'lishi kerak. Yo'lvas yoki shirkabi barliq shahvatlarga bo'ysunadigan insonlar kim o'zidan ojiz bo'lsa, shuni yeydi. Ojizlarga hamkorlashish, yordamlashish bularda bo'lmaydi. Hattoki yo'lvas shillarda insonda bo'lgan aql bo'ldigan bo'lsa, ularni bu tajovuzchi kofirlar, ozg'unlar, aqlsizlar, inson qalbidan chiqqanlar, dinsizlar qilgan narsani, qilgan ishni shir yo'lvaslar, hayvonlarni qilmaydi. Shuna Alloh taolo bularga deyki: "Va amma man taga va athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa." Allah Taalaga bo'ysunishdan, payg'ambari Muhammad alayhisolatu vasallam akelgan vahiyga bo'ysunishdan chigitni oshgan. Har qanday bir to'g'ri bo'lgan haqiqatga bo'ysunishdan, Qur'on hadisga uyg'un bo'lgan, to'g'ri bo'lgan haqiqatga bo'ysunishdan chigitni oshgan, bo'ysunishni unutmagan kofir, uning o'rni do'zax bo'ladi. Haqiqatan o do'zax shudo dedi. Yana bir oyatda Alloh taolo allazina taghaw fil bilad va aktharu fiha al-fasad fasabba alayhim rabbuka sawta azab. Shaharlarda chigitni oshib zulm, ozg'unlik, tajovuzchilikni ko'paytgan, tarqatgan kofirlar, buzg'unchilikni, har qanday bir Alloh taolaning yo'lidan tuzilgan yomon ishlarni, insonlarni dinidan, erkinligidan, axloqidan, odamiligidan ayiradigan yomon buzg'unchiliklarni va buzg'unchilik organlarini dunyoda ko'paytib ochadigan shunday kofirlarga Allah Parvardigorning azob qamchisini to'kidi dedi. Ya'ni ularni halok qildi dedi. Bular bu dunyodami, oxiratdami Allohning azobiga, halokatiga o'xshaydi. Ammo mu'minlar nima dedi? A'uzu billah va ta'awanu alal birri vat taqwa va la ta'awanu alal ismi val udwan. Sizlar yaxshilikqa, ya'ni Alloh taolodan kelgan to'g'ri bo'lgan adolat, nur hidoyat va Alloh taolodan qo'rqish, tajovuzchilikdan saqlanish, musulmonlar va har qanday bir ojiz insonlarni bo'zaq qilishdan saqlanishga hamkorlashinglar. Va la ta'awanu alal ismi val udwan. Sizlar gunohga, tajovuzchilikqa hamkorlashmanglar. Ya'ni sizlarning harakatinglar Allah Subhanahu va Taala rozi bo'lgan yaxshilikni kengaytish va Allohdan qo'rqishni, taqvodorlikni kengaytish bo'lsin. Degan mana shunday yaxshi bo'lgan sifatni biz musulmonlarga bergan. Musulmonlarda kuch bo'ladi ekan, musulmonlarda huquq bo'ladi ekan, ularning qiladigan ishi ojizlarning yanib turdi. Ularni to'g'ri boshlaydi. Kuchlilarni haq, adolat tarbiyasi bilan tarbiyalaydi. Ularning zulm qilishdan qo'llarini tutadi. Shuning uchun qarindoshlarimiz, biz tutgan mushu Ramazondan nimani o'rganishimiz kerak? Biz tutgan mana mushu Ramazondan nafsimiz, shahvatimizni tizginlab,
Allah subhanahu wa ta'ala razı bo'lgan to'g'ri yo'lga ishitishni o'rganishimiz kerak. Tajovuzchi dinsiz kofirlarni, g'aribliklarni yoki yahud xristianlarni ularning e'tiqodini do'rmasligimiz kerak biz. Dunyodagi har qanday yaxshi ish bitgan, Allohni rozi qildigan, dinga foydasi bo'ladigan hammani o'rganishimiz va dinga va islomiyatning manfaatiga, musulmon ummatining manfaatiga, musulmonlarning taraqqiyoti uchun, ularning dunyo oxirat baxti uchun va insoniyatning dunyo oxirat baxti uchun ishitishimiz bu bizning mas'uliyatimiz. Allah Qur'oni Karimda allazi xalaqalakum ma fil ardi jami'a. Sizlar uchun zimindagi hamma narsani Alloh yaratib berdi dedi. Lekin biz kufrga, dinsizlikka, bo'libmi Allohning diniga, islom dinining qarshi iddialarni qabul qilishimiz yoki uningga hamkorlashimiz yoki uning bilan apaq-chapaq bo'lishimiz bizga Alloh subhanahu va taoloning g'azabini tushiradigan, Allohning rahmatidan ayrilib qoladigan, musulmonlik nomidan ayrilib qoladigan bir yomon yo'l. Shuning uchun qarindoshlarimiz mushu ro'zish orqali biz o'zimizning shahvatini ozg'unlikqa mangadigan har qanday yo'ldan tizginlaydigan bir iymon, bir aql o'zimizda barpo qiladigan vaqtimizda ondan biz bu Ramazondan foyda olgan bo'lamiz. Ham shahvatning ikkinchi turligi biz o'zimizni tizginlaydigan shahvatning ikkinchi turligi har qanday nomahram yomonlikdan tizginlashni o'rganishimiz kerak. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda mu'min erlarga degin, ular ko'zlarini nomahramdan yumsin, avratlarini zina fohishidan saqlasin. Yana shuna o'xshashlam ayollarga deganki, sen mu'min ayollarga degin, ularni o'zining ko'zlarini nomahramdan yumsin va avratlarini saqlasin degan. Demakchi bo'lganimiz biz musulmon qarindoshlarimiz ikkinchi qilib xuddi Yusuf alayhissalatu vassalam shundoq zina fohishiga majburlangan, shundoq sharoitdimi, o'zi shundoq ojiz holatda boshqalarning qulluqi asib turib zina fohishiga majburlansimi qilmagandek, biz yoshlarimiz shahvatning keyniga kirmaydigan, zina fohishining o'zini saqlab qolaydigan, televizor, telefon, internet torlarda har qanday bizning aqliyatimizni, ruhiyatimizni, bizning iymonimizni ojizlashtiradigan ko'rinish, media, har qanday bir shahvoniyat filmlaridan, çekim suratlardan o'zimizni saqlab qola olsak, jamiyatda o'zimizni mu'minlarni yoki insonlarni shahvoniyatga quttiradigan insonlar bo'lib qolishimizdan saqlab qola olsak, ondan shahvoniyatdan o'zimizni saqlab qola olgan haqiqiy mu'min bo'la olamiz.